1 ga 2 ni qo'shib, uning yig'indisini topasiz. Chiqqan natijalarni yig'indisini topib, o'zimizni oxirida yig'indimiz necha bo'lishini topib olasiz. Qani, boshladik. 1 esa kim chiqadi? Bezor. Yig'intoq metodimizning o'zining eng oxirgi yog'imiz necha ekan? Teng ekan. Barakalla. Ana endi bolalar, hozir siz bilan biz jim metodidan foydalanamiz. Buning tartib qonun qoidasini bilasiz. Men sizlarga misol aytaman. Siz qo'lingizdagi tayoqchalarda yozilgan sonlar bilan bunga javobini qaytasiz. Qani, boshladik unda. 44 qo'shilgan 7 faqat tezlik bilan 44 qo'shilgan 7. Barakalla, Ro'zimurod. Juda yaxshi. Keyingi misolimiz 63 qo'shilgan 9. Tezlik bilan eng birinchi topilgan o'quvchiga rag'bat. 63 qo'shilgan 9. Barakalla, Asbek. Juda yaxshi. Keyingisi 25 qo'shilgan 36. 25 qo'shilgan 36. Tezlikni oshiramiz. Yana 25 qo'shilgan 36 necha bo'ladi? 61.